Salom do'stlar. Hozir Telegramda bir kishi yozib qoldi-da. Muhsin Rajabboyev. Qanaqadir mashina yutuqlar, o'yinlar, judayam ko'p nimalar qo'yilgan ekan. Aytyapti. Assalomu alaykum, jonim og'am, nechiksiz? Hurmatli obunachi, 51-506 obunachimiz o'rtasidagi sizni profilingiz birinchi bo'lib aniqlandi. Sizga maxsus taklif. Jonli efir vaqtida qo'ng'iroq qildik, ko'tarmadingiz. Agarda Cobalt mashinasini olish sharti bor. 20 so'z ichida yetkazib beramiz. Mening kafolat beramiz, faqat 10 dona bilet xarajati bor. Kim bu? Akajon, o'zingiz haqingizda ma'lumot qoldiring. Operatorlarimiz aloqaga chiqadi. Xo'p do'stlar, nima deysizlar? Bu mashinnikmi yo'qmi? Kommentariyada tezroq yozinglar-da. Nomerimda menimcha bu mashinaga odamlar mehnat qilsa bo'lmaydimi? Mana Akmal akam bo'lasiz, operator. Obunachilar, assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Yuribsiz? Sog'ingiz yaxshimi? Bormi? Qayerdansiz? Qashqadaryo. Qayerdan? Yakkabog'dan. Nima deysiz obunachilarga? Obunachilarga nima deymiz? O'ynanglar, yutinglar. Men pul olgani keldik dedim. 100 ming saning buni, shitir saning aka, joyiga. Mashaallah, Termiz shahri Jarqo'rg'onga Do'stlar, kommentariyada yozinglar, qani bu akamiz Muhsin akamiz, akam bo'lasiz profilidan yozishyapti. Bu mashinnikmi yo'qmi? Bilet sotib olaymi, sotib olmaymi?